Assalamualaikum. Selamat pagi. Hizmet mücadele. Biz hozir Xalq bank tizimida oxirgi bu tuman yengilliklar bo'yicha sizlarni tanishtirib o'tsak. Biz Xalq bank tizimida 2025-yil 5-dekabrda 126.1 qaror keltirilgan. Bu qarorda Xalq bank ayrim kredit mahsulot pasportlarini o'zgartirishga qo'shimchalik etilgan. Buna qaysilarga? Masalan, yuridik qismini oladigan bo'lsak, hozirda yuridiklere moliyaviy ko'mak 100 kreditimiz bor, pasporti. Shu bo'yicha hozir sizlarga tanishtiramiz. Moliyaviy ko'mak 100 nom. Bunda qarz oluvchi o'z-o'zini band qilgan shaxslar yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan tadbirkorlar 18 yoshdan oshiq O'zbekiston fuqarolari bo'lishi kerak. Kredit maqsadi tadbirkorlik faoliyati uchun istalgan maqsadlarda beriladi. Kredit summasi 300 million so'mgacha. Garov qo'yish evaziga garovni summasini 80%gacha maksimum ajratadi. Muddati 3 yil, imtiyozlari 6 oy hisoblanadi. Yillik kredit foizi bunda yuridik shaxs yoki o'z-o'zini band qilgan shaxslarga 25% ajratamiz. Agar yuridik shaxs maqomiga ega bo'ladigan tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa 24%, 1% tushadi. Tartibi shunday. Yatıqlar uchun 2 ish o'rni 2%, 3-5 ta ish o'rni uchun 4%. Yuridik shaxslar uchun esa 1-5 ish o'rni uchun 25%. Moliyalashtirish manbasi bank o'z mablag'lari hisobidan moliyalashadi. Kredit valyutasi milliy so'm valyutamizda ajratish shakli o'z-o'zini bilan Xalq bankida ochilgan bank plastik kartalari, ya'ni ve yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan tadbirkor subyektlar yuridik shaxslar hisobotlarini sirtkelish yo'li. Ta'minoti ishlab chiqarilganlar 5 yildan oshmagan avtotransport hisoblanadi. Ko'chmas mulkiyatlar kerak obyektda auksion baholash tashkiloti elektron bazasi yordamida baholanadi. Garovni diskontlash va mijoz tomonidan baholash tashkiloti soni taqdim etish talab etilmaydi. Shu bo'yicha hozirgi kunda resursimiz mavjud. Agar kimdir bu qiziqtiradigan bo'lsa, yana bemalol murojaat qilishingiz mumkin.